7 oyda patsentimda 7 kilogramm jir yig'ganlar. Hozir sizlar bilan bioimpedans orqali ko'rib chiqamiz. Men bioimpedansni shunaqa yaxshi ko'rgan tarafim bu ham dinamikada patsient holatini ko'rsatib beradigan narsa. Sizlar hozir ko'rib turgan holat bu patsentimni anemiyalar bilan ancha vitamin B gruppalar bilan ancha ishlangandan keyingi holat. Lekin shunda ham aytib o'tmoqchiman qanaqa o'zgarishlar chiqqanini. Bizda demak IMT bo'yicha normal tana vazni turibmiz, bo'yga vesi nisbat, lekin jirovaya massa bizda 26 kilogramm. O'zi bo'lishi kerak bizda 10 kilogramm bilan 16 kilogramm orasida bo'lishi kerak bizda. Bioimpedans eng zo'r tarafi ham shunda. Mana bo'y vesi zo'r deb chiqyapti, lekin bioimpedans bo'yicha jirovaya massa patsientimda 10 kilogramm oshiqcha miqdorda. Massalarimiz yomon emas, lekin imkon qadar sport bilan shug'ullanib, buni ko'paytirishimiz kerak. Hozir men sizlarga bitta zo'r qiziq narsa ko'rsataman. Mana shu sportda qay darajada odam organizmiga foydasi haqida hozir bioimpedans bo'yicha ko'rsataman. Hozir patsientim kam harakatlar, o'zlari ham aytayapti, faqat o'sha ozgina yurishim bor, unaqa sportim yo'q yoki har kuni 5000, 10000 qadam yurishim yo'q dedilar. O'shaning uchun удельный основной обменim pasayib ketgan patsientda. Endi sizlarga hozir dinamikani ko'rsatmoqchiman. Eng qiziq joyi qaranglar, patsientim 14-yanvar kuni bioimpedans qildirganlar, veslari 65 kilogramm bo'lgan mana. Va ular avgustda qildiryapti 70 kilogramm patsient. 5 kilogramm ves qo'shilib ketilgan. Jirovaya massa bizda kilogrammda 20 kilogramm bo'lgan, hozir уже 20 kilogramm. E'tibor qaratinglar. Ves 65 kilogrammdan 70 ga oshgan, как будто 5 kilogramm ves qo'shilgan, lekin organizmda jirovaya massa 20 kilogrammdan 26 kilogrammga. O'shaning uchun iyun oylarida sport bilan shug'ullanganlar va sport bilan shug'ullangan paytlarda qaranglar dinamikada qanaqa o'zgarish bo'lgan. Jirovaya massa 27 bo'lgan, ular iyunda sport bilan shug'ullanib yurganlarida 20 kilogramm bo'lgan, hozir 26 kilogramm. Endi aktivniy klетчатная massamiz shunaqa ko'tarilgan, bu biz organizmimizdagi modda almashinuvini ko'rsatadi. 24.5 dan 28.3 ga ko'tarilgan iyun oylarida sport bilan shug'ullanib yurganlarida. Va yana eng muhimi удельный обмен ham 799 bo'lgan, 760 bo'lgan, sport bilan shug'ullanish boshlagandan keyin 849 ga ko'tarilgan. Hozir qanaqa? Уже yana gipodinamiya 764 ga tushib ketgan. O'shaning uchun biz har doim patsientlarga aytamiz, sport bilan shug'ullaninglar, hech bo'lmaganda 10 000 qadam yuringlar. Chunki organizmda metabolizm uchun, modda almashinuvi jarayoni uchun, insulin rezistentlikni pasaytirish uchun, jirovaya massani pasaytirish uchun yurish sport juda ham muhim narsa hisoblanadi.